O'xshadi, juda zo'r o'xshadi. Banandan oling, banandan. Banan pishganini ham ko'rsatib qo'ying. Olib keling, mana banan pishganini ko'rsatib. Mana. Pishyapti mana. Mana. Shaxsan o'zim yeb ko'ray mana. Buni ta'mi ham juda shirin bo'ladi. Teplisalar ham balandligi necha bo'lgan? Balandligi o'rta balandligi 4 metr bo'lgan. Bu banan baland o'smaydi ekan. 3 metr bo'ladi xolos. 2,5 metr, 3 metr bo'ladi xolos bu banan. Balandligi 3 metr bo'lgan, ekocheki bakovoy 2 metrdan bo'lgan. Eniga 10 metrlik bo'lgan bu. O'rtaga pistoga qo'yib berganmiz. 6 yil oldin qilib berdim mana. Bir qator bularni ham ko'rsatdim. Mana ko'chatlar papayani. Akalar Teplisdan sizlar quryapsizlar. Sizlar maslahat berdik. Shunday bo'lyapti.